Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videoligimiz Urganch shahrida 165 metr yarim plan hovli-joy zudlik bilan sotuvga chiqdi. Lokatsiyasi shaharning ichida, Ozer bo'yida hurmatli obunachilar. Giraverish dalani, bu yonimizda zali. Zalning razmeriga keladigan bo'lsak 6 metr 4,5 metr. Hurmatli obunachilar, shaharning o'rtasida bir dalan, bir zal, 3 spalnisi bor. Dalan ham keng tushgan. Remontdan chiqib turibdi toza. Bir de spalnisi. Gaz suv svetdan muammo yo'q. Yana bu yerda bir spalni. Birden bir spalnisi bor. Hurmatli obunachilar, 3 spalnidan iborat bir zal, bir donal. Bu yonimiz kuxnya oshxonasi. Zamonaviy duxkonturniy отопленияsiga ega. Kichkina bir o'ziga yarasha bog'i bor bu yondan. Bu yerimiz sanuzel. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa bemalol bog'lanaverasizlar. Ekranda nomerini yozib qoldiramiz, narxini ham yozib qoldiramiz. Yarim plan hovli-joy so'rab yurgan donishlarga tarqatib qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, keyingi videoroliklarda görüşguncha sog' salomat bo'ling.